Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetiga Nuri Türkel efendimning, yani bir Uyg'urning komissar bo'lib tayinlanganligini butun Sharq Turkiston xalqi nomidan, jumladan Dunyo qurultiyining barliq rahbarlari nomidan Türkel efendimni qizg'in tabriklayman. Aziz millatimizga muborak bo'lsin. Nuri Türkel efendidek bir Uyg'urni Amerika hukumatining bundaq muhim bir o'rniga vazifaga tayinlanganligi uchun Amerika hukumatiga, Amerika kongressiga, cümleden Nancy Pelosi xonimga alohida rahmatlarimizni bildiraman. O'tgan yili Amerika Milliy bexatarlik kengashidek intayin muhim bir o'ringa Aqsaroyga Elnigar xonimdek bir Uyg'urni vazifaga tayinlab, Uyg'urlarga zo'r umid, ishonch baxsh etilgan edi. Endi oradan bir qancha o'tgandan keyin yana bir muhim o'ringa yana bir Uyg'urning tayinlanishi bizga yanama ilgirlagan holda bir umid, ishonch elib kelmoqda. Demak, milliy davoyimiz haqliq yo'lda. Xalqaro qo'llashga erishayotganligining tipik bir misoli. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi olib borayotgan insoniyatga qarshi jinoyatining javobsiz qolmaydiganligi belgilan bir aniq signal. Bu qaror boshqa adolatparvar hukumatlarning, xalqaro tashkilotlarning Uyg'ur masalasida tutayotgan pozitsiyasini aniq va keskin qilish nuqtai nazaridan bir rag'batlantirish rolini ham o'ynaydi. Dunyo qurultiyi, Amerika Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur kishilik huquq programmasi qatorliq Uyg'ur tashkilotlarining qurilishida muhim rol o'ynagan, milliy davoyimiz uchun ko'p ajr qilgan bir do'stimizning bu vazifaga tayinlanishi Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun, Uyg'ur tashkilotlari uchun g'urur beradigan cho'ng bir xo'shallik. Tekrar muborak bo'lsin, millatimizga xayrli bo'lsin.